Hurmatli obunachilar, videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Mercedes fanatlari alohida like podpiska bosib qo'yasizlar. Mercedes fanatlari qaydasizlar o'zi? Men sizlar uchun shikomat narxga $10,000 puli borlarga mana shu mashina beraveriladi. Qolgan $10,000ni nasiya savdoga 12 oyga bo'lib bersangizlar bo'ladi. Halol nasiya savdoga $20,000 ga bu mashinani holatiga ahamiyat beramiz. Avangard 211 kuzovda 272 208 motorda o'zimiz yaqin akamizning mashinasi. Yaqinda $3,500 ga motor, hadoy, korobkasini polni noldan remont qilgan, apketkada motorlari 1000 kilometrda. Mashinamiz 2007-yil avtomat korobka bo'ladi, panorama lyuklarigacha ishlaydi. Hozirgi kunda umuman ming so'mlik xarajatlari yo'q. Bitta shopir tomon eshikni ruchkasining tagida petnochasi bor. $750 ga yangi diska balon ochilgan, telefondan hali hech qancha yurmagan ham. 3 million so'mga krugoy tonirovka ruxsatlari olingan, ultrafit laboylargacha qo'yilgan, faralari belet, salonlarda kojinli chexollargacha tikib qo'yilgan, akvaprintlargacha qilingan, juda ham ideal holatda haydalgan mashina. Orqalarida 4-pokoleniya propan gazlarigacha bor. Mashina umuman ming so'mlik xarajatlari yo'q. Xullas mashinamiz yili 2007-yil Avangard 211 kuzov bo'ladi. Motorlar noldan apketkada hali. Avaylab haydaysizlar, olsanglar ham. Mashinamiz umuman ming so'mlik xarajati yo'q. Konditsioner, pechka, hamma narsa ishlaydi. Yurishlari ham normal, chotki mashina. Mashinamiz narxi $20,000. Naqd puli borlarga yanada sunnatiga o'tiladigan joyi bor. $10,000 puli borlarga variant beramiz. Qolgan $10,000ni hech qanaqa ustiga bir so'm pul minmaydi. 1 yil mobaynida bo'lib bersalar bo'ladi. Oyiga $1,000 dan $1,200 dan kelishaveramiz. Mashina tayyor, panorama lyuklarigacha ishlab turibdi. Umuman kamchilik xarajatlari yo'q. Hamma joyi idealni. Olgan odam realni mazza qilib baraka topib haydaydigan mashina.